Osiyoning yuragi Afg'oniston. Ko'p yillar davomida nomi urushlar bilan mashhur bo'lgan Afg'onistonni yaqindan tanishimiz uchun Afg'onistonning tarixi, geografiyasi va afg'on xalqining diniy, ijtimoiy, madaniy hayotini yaxshiroq o'rganib chiqmog'imiz lozim bo'ladi. Afg'onistonning geografik tuzilishi. Osiyo mamlakati Afg'oniston 653 ming kvadrat kilometr masofaga ega va 2021-yilga kelib taxminan 38 million aholisi bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Afg'oniston odatda tog'li mamlakat bo'lib, uning geografik hududlari, tekisliklari, cho'llari va yashil hududlari ham bor. Afg'oniston yer osti boyliklariga boy bo'lgan nihoyatda strategik mamlakat bo'lib, uning geografiyasi Markaziy Osiyo va Hindiston yarim oroli, Xitoy nazorati ostidagi Sharqiy Turkiston va Eron o'rtasida yuqori mavqega egadir. Xitoy, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Pokiston va Eron o'rtalarida joy olgan Afg'oniston yuqoridan okeanlarga tushish uchun juda ham qulay bir joydir. Bundan tashqari Osiyo qit'asining ham sharqiy, ham g'arbiy, ham janubiy, ham shimoliy tarafdan kirish-chiqishga eng qulay kesib o'tish nuqtasi bo'lishi bilan bir qatorda Islom, Xitoy va Hindistonning madaniyatlari tutashgan muhim bir joydir. Siyosatchilar tarafidan Afg'oniston Osiyo qit'asining kaliti va qalbi deb bilinadi. Afg'onistonning yer osti boyliklari. Afg'oniston kishi boshiga $559 yillik daromadi bilan dunyoda 190 ta davlat ichida 179-o'rinda turadi. Lekin o'lkada 3 trillion dollarlik hali ishlanmagan ma'dan konlarining topilishi bu o'lkaga bo'lgan qiziqishlarni yanada orttirmoqda. Afg'onistonda mis, oltin, uran, qazib olinadigan yoqilg'i kabi sanoat ishlab chiqarish uchun juda kamyob minerallar mavjud. So'nggi yillarda Xitoy qo'shni mamlakatlarning tabiiy boyliklarini o'rganishda yetakchilik qilmoqda. Fevral oyida Xitoyning Metallurgical Group Corporation kompaniyasi Afg'onistondan 100 milliard dollarlik mis qazib olishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. 2007-yilda bu kompaniya Qobil yaqinidagi misga boy yerlarni 3 milliard dollarga ijaraga oldi. Ammo arxeologlar dunyodagi ikkinchi yirik mis konida 5000 yillik buddaviy shaharni topgach, loyiha kechiktirildi. Afg'oniston janubidagi Aynak mis koni Yevrosiyodagi eng yirik kon va Qobildan atigi 40 kilometr uzoqlikda joylashgan. Hojgakdagi yuqori sifatli temir javhari zaxiralari 5 million tonnaga yetishi taxmin qilinmoqda. Ushbu punkt yaqinlarida ko'mir zaxiralari ham topilgan. Urush hukm surayotgan Afg'oniston, ayniqsa uning shimoliy qismlari tabiiy gaz zaxiralariga juda boy va ko'p yillar davomida Rossiyaning e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Sovet kuchlari bosqinchiligi paytida sovetlar Afg'onistonning tabiiy gazini boshqarish uchun yo'l xaritasini chizgan edilar. Ammo Taliban mamlakatni o'z qo'liga olganidan keyin bu orzulardan voz kechishga majbur bo'ldilar. AQShning energetika bo'yicha ma'muriyatining ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonning tabiiy gaz zaxiralari 5 trillion kub metr atrofida. Atom energiyasida ishlatiladigan uran konlariga boy bo'lgan Afg'oniston litiy zaxirasi bo'yicha Boliviyadan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Litium bu smartfon va elektromobillarda ishlatiladigan qayta zaryadlanuvchi batareyalarning muhim tarkibiy qismidir. Germaniya o'z avtosanoatini rivojlantirishlik uchun afg'on litiumining ketiga tushib qolgan. Kunduz yaqinida mis, Qo'rg'oshin, Rux, Gonara Hasta mintaqasida berium, Badaxshonda yarim qimmatbaho lapis lazuli manbalari mavjuddir. Rasmiylarning ta'kidlashicha, yer osti boyliklar mamlakatning qayta tiklanishiga juda katta yordam beradi. Ammo boshqa tomondan dunyodagi kapitalist ochko'zlarning ushbu qashshoq mamlakatga bo'lgan qiziqishlari yanada ko'proq ortib ketishligi mumkin. Afg'oniston aholisining tarkibi. 2021-yilga kelib taxminan 38 million aholiga ega bo'lgan Afg'oniston aholisining 70% dan ko'prog'i tog'li joylarda yashaydi. Poytaxt Qobulda 4,5 millionga yaqin aholi istiqomat qilsa, Qandahor, Hirot, Mozori Sharif, Qunduz, Jalolobod, Talukan, Puli-Humri, Gazni va Xost shaharlari 150 mingdan ziyoda aholiga ega bo'lgan Afg'oniston shaharlari hisoblanadi. Umumiy hisobda mamlakatdagi etnik guruhlarning 41%ni Pashtunlar, 27%ni tojiklar, 9%ni hazoralar, 9%ni o'zbeklar, 4%ni aymaklar,
4%ni turkmanlar, 2%ni ballujlar, 2%ni pashaylar, 1%ni qirg'izlar va 1%ni pomirlar tashkil qiladi. Tug'ilish miqdorining ko'pligi va o'rtacha umr ko'rish o'lchamining boshqa bir qancha mamlakatdan qisqa bo'lishi sababidan Afg'oniston juda yosh aholi soniga ega hisoblanadi. Hindu, Sikh, Nasroniy va Yahudiy kabi ozchiliklar Afg'onistonda aholining 1% dan kamrog'ini tashkil qilsa, taxminan 90%ni sunniylar va 10%ni shiyalar tashkil etadi. Sunniylarning deyarli barchasi Hanafiylik mazhabidan bo'lsa, shiyalarning aksariyati Ja'fariy mazhabidandir. Mamlakatning shimoliy sharqida Ismoiliy shiyalari ham bor. Afg'onistondagi shiyalarning aksariyati Hazoralardir. Hazoralar bilan kelib chiqishi bir xil deb aytilgan aymoq millati ham bor bo'lib, ular sunniy mazhabiga mansubdir va ular sunniy Hazoralar deb nomlanadi. Afg'on xalqining dinlariga mahkamligi. Afg'on xalqi tabiatan dindor xalqdir. Islomdan avval ular buddist, zardusht, nasturiy nasroniyligi va boshqa dinlarga dindorlik qilganlar. O'z dinlarini himoya qilib, islom fathlariga qarshi juda qattiq janglarda sabot bilan turganlar. Qachonki Alloh ularga islom ne'matini nasib qilganida, endi ular islomning sodiq himoyachilari, bayroqdorlari va uni atrofga tarqatuvchilariga aylandilar. G'aznaviylar, G'uriylar, Hotakiylar va Abdoliylar futuhatlari bunga yaqqol misol bo'ladi. Ular islomni qabul qilganlaridan keyin islomning bir parcha go'shti va qoniga aylandilar. Jaloliddin Afg'oniy afg'onlardagi dindorlikni shunday tasvirlaydi. Afg'onlarda dinga va mazhabga juda qattiq mutaassiblik bor. Afg'onlarning barchasi sunniy Hanafiy mazhabiga ergashuvchi millatdir. Erkagi bo'lsin, ayoli bo'lsin, shaharlik yoki qishloqlik bo'lsin, namoz va roza masalasida juda mahkam turishadi. Barcha afg'onlar komil iymon va xolis islom faqat afg'onlarda va arablarda deb da'vo qilishadi. Hozirgacha ahvol shunday. Faqat rus ateistlarining boshqaruvi ostida ko'p yillar qolib ketgan ba'zi mintaqalar yoki g'arb o'lkalariga qochib ketgan yoki borib qaytgan ba'zi afg'onlarning dinlariga bo'lgan e'tiborlari susayib qolgan. Afg'onlarning dinlariga bo'lgan muhabbatlaridan din ulamolarining, solih insonlarning ularning nazdida juda katta obro'lari bordir. Olimlarni butun afg'on xalqi ko'klarga ko'taradi. Shu darajadaki hatto ulardan boylar ham, mansabdor shaxslar ham va hatto sultonlar ham qo'rqadilar. Avom xalqning qalblari ularning changallarida ushlangan. Ular xalqni xohlagan amirlarga qarshi oyoqqa turgizishlari uchun olimlardan katta mashaqqat talab qilmaydi. Hatto Afg'on tarixidagi ko'p sultonliklar diniy olimlarning ta'sirlari natijasida yiqilib, yana boshqa sultonliklar xuddi shu ta'sir bilan barpo bo'lgan. Masalan, Eron Safaviy shiyalari tarafidan Qandahorga hokim qilib qo'yilgan Jurjinxonning hukumati 1709-yilda Hijoz ulamolarining fatvosi bilan sunniy xalq tarafidan ag'darilib, Jurjinxon o'ldirilgan hamda uning qo'shini qirib tashlangan. Buning orqasidan yangi Hotakiylar davlati barpo bo'lgan. Yana 1841-yilda boshlanib, 1842-yilda tugagan birinchi Ingliz-Afg'on urushida ham ulamolarning va ularga ergashgan dindor xalqning ta'siri juda katta bo'lgan. Podshohlari dushmandan qo'rqib qochib ketganini eshitgan ulamolar xalqni dushmanga qarshi jihad qilish uchun oyoqqa turishga chaqiradi. Ulamolarning chaqiriqlariga labbay deb javob bergan bu mujohid xalq inglizlarni faqat 1 yil ichida tor-mor qilib tashlaydi. Bu jangda inglizlardan faqat bir kishi, doktor Brayden 3 ta joydan jarohatlangan holida qutulib qolishga muvaffaq bo'ladi. Qolgan barcha ingliz askarlari Afg'on tuproqlarida qirilib ketadi. 1879-1880-yillardagi ikkinchi Afg'on urushidagi afg'onlarning g'alabasida ham xuddi shu shaklda ulamolarning juda katta o'rinlari bo'lgan. 1804-yilda Afg'on podshohi Temurshohning o'g'li Shoh Mahmud bir masjidning imomi bo'lgan Mirvoiz Said Ahmadning fatvosi bilan podshohlikdan ag'dariladi. Bunga sabab u xalqqa zolimlik qilib turgan Shiya askarlarining tarafini olgani bo'lgan. Shiya askarlarining bir yigitni zo'rlaganliklari imomning qulog'iga yetgach, imom o'z xutbasida odamlarni ularni qatl qilishga chaqiradi va shiyalardan bir qanchasi qatl qilinadi. Podshoh shiyalarning himoyasiga turgach, imom endi podshohni taxtidan ag'darish uchun xalqni oyoqqa turishga chaqiradi. Bu qo'zg'olondan foydalanib qolgan Ahmad Shoh Abdoliyning nabirasi Pahlavon Shoh Qobulga hujum qilib, uni egallab oladi. Mana shu bilan 1804-yilda Shoh Mahmudning birinchi podshohlik davri tugatiladi.
1919-yilda taxtga kelgan Amanulloh xon Hindiston, Misr, Turkiya, Italiya, Fransiya, Angliya va Rossiyaga qilgan 7 oy davom etgan uzun safaridan so'ng G'arb kofirlarining siyosatiga mahliyo bo'lib qaytadi va Afg'onistonni ham islom siyosatidan chiqarib, G'arbning kufr qonunlari bilan boshqara boshlaydi. Buni ko'rgan ulamolar uni kofir bo'lgani va unga qarshi qo'zg'olon qilish vojibligi bilan xutbalar o'qiydi va fatvolar chiqaradi. Natijada xalq unga qarshi qo'zg'olon boshlaydi. Bu fursatdan foydalanib sultonga muxolif bo'lgan Habibulloh Kalkani Qobuldagi hukumatni qo'lga oladi va mana shu bilan Amanulloh xonning saltanati yiqiladi. Yana bunga Afg'on xalqining asrimizning 2 eng qudratli davlatlari bo'lgan SSR Rus davlati va AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi sabr va matonat bilan jihad qilganlari va har ikkalasini ham burunlarini yerga ishqalab tashlaganlarini yaqqol misol sifatida ko'rsatish mumkin. Lekin agar xalq e'tiboridagi mullalar salohiyatli, taqvoli kishilar bo'lmasa, avom xalqning bu hissiyotlari salbiy natijalarga olib kelishi ham mumkin. Bir mulla o'z ehtiyojlarini bir hinduning do'konidan olib turardi. Mullaning qarzlari ko'payib ketgach, hindu unga qarzga narsa berishni to'xtatib qo'yadi. Mulla bunga javoban juma xutbasida uning o'ta ketgan bir bid'atchi ekanini, u bilan tijorat qilish xalq uchun joiz emasligini aytib chiqadi. Buni eshitgan odamlar hindu bilan muomala qilishni to'xtatib qo'yishadi. Natijada hindu katta tijoriy zarar ko'radi. Hindu keyin mulladan kelib kechirim so'raydi. Uning uzrini qabul qilgan mulla yana bir juma xutbasida uning tavba qilganini, u bilan tijorat qilish joiz ekanini aytib chiqadi. Garchi bunday hikoyalarning rostdan ham bo'lgan aniq bo'lmasa-da, lekin Afg'on xalqining voqeligidan kelib chiqib, bu hikoyalar ularning ramziy hikoyalariga aylanib qolgan. Bu hikoyalar ularning ulamolariga qay darajada ixlosli bo'lgan xalq ekanlarini, ulamolarning xalq ustidagi ta'sirlarining qay darajada ekanini ko'rsatib turadi. Afg'on xalqida qattiqqo'llik, qo'pollik, qaysarlik sifatlari keng yoyilgan bo'lib, bu sifatlar ularning bir-birlariga yoki boshqalarga bo'yin egishlarini qiyinlashtiradi. Lekin qalblaridagi iymon ularning bu qaysarliklarini va qo'polliklarini eritib, ularni dindor kimsalarga ta'zim qildiradi. Xuddi shu sifatlarni Ibn Xoldun o'z muqaddimasida arablar sifatlarida sanab o'tgan. Afg'onlarning arablarga ko'p sifatlarda o'xshashliklari bor. Ibn Xoldun shunday deydi: Arablarga podshohlar faqat payg'ambarlik yoki valilik kabi diniy maqomda podshohlik qila oladi. Bunga sabab ular qo'pol, qattiqqo'l, qaysar, boshliqlikka intilish, musobaqalashishda himmatlari oliy bir xalq ekanidir. Havoyi xohishlari kamdan kam bir-birlariga muvofiq keladi. Agar din ularga hokim bo'lsa, ulardan kibr ketib, boshliqlikka bo'lgan intilish hissi kamayadi. Natijada ularni bo'yin egishlari va bir joyga jamlanishlari oson bo'ladi. Chunki payg'ambarlarga oid bo'lgan din ulardagi qo'pollik va qaysarlikni ketkazadi. O'zaro hasadgo'ylik, nojo'ya musobaqalardan ularni tiyib qo'yadi. Allohning buyruqlariga itoat qilishlariga chaqirib, ulardagi yomon axloqlarni ketkazadi. Haqni ro'yobga chiqarish uchun barchalarining fikrlari bir joyda jamlanadi. Shu bilan birga, arablar tabiatlari sof bo'lgani uchun ham haqni qabul qilishda odamlarning eng tezlaridir. Ibn Xoldunning arablar haqida aytgan bu sifatlari Afg'on xalqi uchun ham juda mos keladi.